Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga mana shunday sviter tikishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga bo'y uzunlik, sviter koftamizning uzunligi 60 cm bo'ladi. O'lchab olamiz. 4 qavatda buklov hozir birdaniga oldi va orqasini bichib olamiz. 60 cm. Ko'krak aylanani 4 ga bo'lib oldim. Shunda 18 cm bo'ladi. Endi tepa orqa qismidan birinchi bichishni boshlaymiz. 2 cm tushdim bo'yin o'yindiga. Yon tarafiga bo'yin aylanani oltiga bo'lib olsak 6 cm bo'ladi. 6 cm ni belgiladim. Ochilishiga bu. Hozir orqa tarafini bichamiz, keyin oldi tarafini koftamizni. Keyin yelka 10 cm. Chok haqi bilan 11 qilib olsangiz ham bo'ladi. Pastga yelkadan 2 cm tushib oldim. Keyin shu bo'yin o'yini bilan tekis qilib yelkani chizib oldim. 2 cm tushgan holatda. Endi proyma chiqarish uchun ko'plar ikkilanishadi, necha olsam bo'ladi deb. Men asosan belgacha tushgan uzunlik, yelkadan belgacha o'lchayman. Shuni o'rtasidan bo'lib hisoblab chiqaraman. 15 cm o'lchab oldim. Bemalol bo'ladi. O'sha yelkadan belgacha bo'lgan masofani 2 ga bo'lasiz. Chiqadi. Men ko'pincha shunaqa qilib chiqaraman. Endi oldi kenglik o'lchab olsangiz ham bo'ladi. Oldi kenglikda 1 cm kirar ekan. Kattalarda har xil bo'lishi mumkin. Bu yoshlarga nisbatan har xil chiqadi, baribir razmer o'lchov to'g'ri olinsa kiyim ustingizga loyiq tushadi. Bu sviter yopishib turadigan mato bo'lganligi sababli qo'shimcha chok haqi qo'shganim yo'q. 1 cm dan qo'shdim. Chizgan joyimdan qirqib oldim. Tanaga yopishib turadi hamda sviter matoyimiz cho'ziluvchan. Trikotaj matosi. Qirqib olamiz matoyimizni chizgan joyimizdan. To'rt qavat bo'lganligi sababli qirqish jarayonimiz ham qiyinroq. Qachimiz o'tkir bo'lgan bilan qalin mato. Farzandlarimiz uchun maktabga kiyishga ham qulay juda. To'rt qavatda mana yon taraflarini qirqib oldik. Birdaniga oldi va orqani bichib oldik. Hozir orqa o'yindan olib bo'lganimizdan keyin orqani alohida ajratib olamiz. Oldi o'yindilarini, oldi ochilishlar hammasini alohida bichamiz oldini, oldi qismini, sviterimizni. Qirqish jarayonim sekin bo'lgan sabab qattiq material, qalin hamda mana qirqib oldik. Endi hozir mana orqasini olib qo'yib, oldini ochilishlarini qirqib olamiz, bichib olamiz. Oldi va orqasi albatta bo'yin o'yinida farq qiladi. Mana oldi, orqani olib qo'ydik. Tekislab olamiz. 2 cm orqadan ochganimiz sabab endi 5 cm qo'shib 7 cm oldiga ochamiz. Общий bo'lib, hammasi bo'lib. Tushunarli bo'lishi uchun mana yozib ham qo'ydim ustiga. Oldin o'sha orqa bilan birgalikda 2 olganmiz, keyin men 5 qo'shib 7 qilib umumiy qilib 7 cm oldim. Oldi o'yindidan ham ozroq olamiz. 1 cm, yarim cm o'yib olamiz, qirqib olamiz. Mana qirqib oldik. Oldi kenglik. Orqa bilan oldin farqi shunda bo'ladi. Yelkadan ham tekis olishinglar mumkin. Men tikish jarayonida oldim buni. Mana oldi va orqasini bichib bo'ldik. Endi hozir yengi bichamiz. Yeng qavatda mana cho'ziluvchan material. Yengimiz yopishib turadi. Sviterimiz juda ham chiroyli turadi yopishib turgan holatda.
Mana 4 qavat qilib oldik. Birdaniga ikkita yengni bichib olamiz. Mana tekislab olamiz. Yengimiz bilak aylanani o'lchaganimizda mana bilak aylana, yuqori bilak aylanani 2 ga bo'lasiz 12 sm, pastga 10 sm tushdim. Mana shundan to'g'ri chizib olamiz. Tepa qismidan 0,5 tepaga, pastga, o'rta qismidan pastga qarata yana 0,5 kirib chizib chiqamiz. Burchak tekis chizganim sabab o'rtasidan bo'lib olib, uni o'sha o'rtadan tepaga yarim, pastga yarim qilib chizib olasizlar. Xuddi mana ko'rsatganimdek. Pastga 55 yeng uzunligimiz chok haqi bilan birgalikda 55. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun yozib ko'rsatib ham qo'ydim. Bilak aylanamizni ham o'lchab olamiz. 7 sm. Aylantirib o'lchaganimizda 14 sm, 1 sm chok haqi qo'shdim. Loyiq tushadi bu. Endi qirqib olamiz. Mana yengimizni ham chizib tayyorlab oldik. Mana qalin mato, ham cho'ziluvchan. Qattiq matolarda albatta 2, 3, 4, 5 sm-gacha bemalol qo'shib olishingiz mumkin, erkinlik berib. Cho'ziluvchan matoda bemalol bicha olasiz, chunki tanaga sig'adi. Masalan, yopishib turadigan materialdan yopishib turishini xohlasangiz, kiyimingizni cho'ziluvchan materialdan bemalol tikishingiz mumkin. Qattiq cho'zilmaydigan materialdan albatta zamok, tugma qo'yishingiz shart, tanaga yopishib turishi uchun. Bo'lmasam kiyib yechishlarda qiynalishingiz mumkin. Erkinlik ham qo'shib olinadi qattiq cho'zilmaydigan materiallarga 3-4 sm. Bu cho'ziladigan materialga qo'shish shart emas. Bemalol bicha olasiz. Tanaga yopishtirib o'lchagan o'lchovimni chizdim. Qirqib oldim, bichdim mana. Yeng oldi qismidan belgilab 1 sm qirqib olamiz. Mana ko'rsatganimdek. Ozroq. Mana belgilab olamiz oldi qismlarini yengni. Adashmasligimiz uchun tikish jarayonida. Endi bo'yin, sviterimizni bo'yin o'yindisiga moslab tepaga chiqish stoyka qismini bichib olamiz. Stoyka yoqa deydi. Sviter yoqa ham deyishadi. Hamma har xil. Bo'yin o'yindini aylanasiga 36 o'lchagan bo'lsak, cho'zilishiga qarab matoyimizni bemalol -5 qilib, o'sha bo'yin aylanadan olamiz. Men 32 sm oldim. Tikish jarayonida ham anchagina bemalol tikdim. Qolishi 30 sm qoldi. Mana 16, 2 buklovda materialimiz. 5-6 sm balandlik bo'ladi sviterimizni. 11 sm oldim. 1 sm chok haqi kirib ketadi. Shunda 5 qoladi. Mana chizib belgilab oldim. Qirqib olamiz endi. Bo'yin aylanamiz 5-6 yoshgacha 35 sm standart. Undan kattalarga 36-37 shunga qarab kattalashadi. Juda 40gacha o'ta semiz to'laroqlarga bo'ladi, lekin 40gacha menimcha bo'yin aylana kamdan kam bo'lsa kerak. 36 sm juda ko'plarga 36 sm chiqadi 6 yoshdan tepada. Uch yosh, 5 yoshlarniki 35 sm bo'ladi. Bemalol mana 16 sm 2 buklovda oldik. Mana tayyor. Endi tikish jarayoniga o'tamiz. Bichib oldik. Mana ikki yonini, yelka qismlarini tikib oldik. Yengini ham bir-biriga mana tikib oldik, choklarini. Mana yengimiz. Endi yengimizni koftamizga, yelkasiga qo'shib ulab tikib chiqamiz. Mana bo'yniniki ikki yonini bir tomonini tikdik.
ko'rganingizdek. Endi mana tikilgan jarayon. Yengi overlock qilasiz albatta. Mana yelkalar juda akkuratni chiqadi. Mana yeng. Hech qanaqa oshib ham qolmadi. Loyiq tushdi o'lchagan razmerimga yengi ham. Mana yonini overlock qildim tikib, bo'yin stoykasini. Mana aylantirib tik chiqasiz. Bir tomonga xohlang, orqaga chok qiling. Ko'pincha sviterlar yoniga chok tushadi. Yoniga qilsangiz ham chiroyli, bir tarafga qilasiz. Chiroyli qilib mana ikki buklab, taxlab. Mana ko'rsatib beraman. Iloji bo'lsa bulavkada to'rt tarafidan teppa-teng qilib bulavkalab, keyin tortib aylantirib tikib chiqasiz. Mana tayyor. Tikib oldik. Mana loyiq, juda ham chiroyli chiqdi. Qo'lingizdan keladi albatta, tikib ko'ring. Juda ham chiroyli sviter.